Salom do'stlar, sizlar bilan yana Fundul Gaming. Bugungi videoda biz Minecraft o'ynamaymiz. Hazillashdim. Bugun biz Minecraftda 100 kun orolchada videosini birinchi qismini olamiz. Ana endi nastroyka qilib olamiz Minecraftni. Chunki Minecraft eng oxirgi versiyasini tortdim. Hali endi birinchi marta o'ynayapman. Menimcha Minecraft oxirgi versiyada juda ham ko'p narsalar qo'shildi deb o'ylayman. Xullas, ana endi daraxtni chopib olamiz. Daraxtdan kerakli instrumentlarni yasab olamiz. Daraxtni chopib olgandan keyin. Hop. Endi verstak va 12 ta cho'p yasaymiz. Keyin esa kirka yasab tosh qazishga tushib ketamiz. Ana endi 3 ta tosh qazigandan keyin toshli kirka yasaymiz. Bu bizga ancha osonroq sindirishda yordam beradi. Hop, toshlarni ham mana qozib olyapmiz. Endi toshli instrumentlarni ham yasasak bo'ladi. Birinchi bo'lib bu chuqurdan chiqib ketib olamiz. Ana endi topor va qilich va lopatka va nima deyardi? Ketmonni yasaymiz. Ana endi 2 ta pechka yasaymiz. Va qolgan 4 ta cobblestone o'zimizga olib qo'yamiz. O daraxt urug'ini ekib qo'yaylik, bizga nima keragi bor baribir. Minecraftda ham havoni o'ylayman-da, qaranglar. Mana ovqat yana bitta turi. Ana endi urug' teramiz. Pastda nima deb yozganiga tushunmadim, lekin bu oxirgi versiyada qo'shilgan narsa bo'lsa kerak. Chunki eski versiyalarda bunaqa narsalar yo'q edi. Mana shu orolchadagi qishloqqa ham keldik. Bu yerda yana cho'chqa bor ekan. Hop, mana bu yerda portal bor ekan. Undan oldin qo'yni o'ldirib olamiz. Keyin esa sandig'ini ko'ramiz. Sandig'ida kirka, lodstone va ozgincha oltin bo'laklari bor ekan. Video olinganda 720 MP bo'lib qolgan. Ana endi bu samonlarni yig'ishtirib olamiz. Uyning ichida ham samon bormi? Minecraft teksturasi вообще bu. Qani. Hop. Ana endi golem bir atishda enasini tiqamiz. Hop. Golem o'zi pishdi. Menimcha 5 ta yoki 4 ta temir bersa kerak. Qani. 3 ta berdi-yu. Mayli. Hop, bu yerda ko'mir bor ekan. Ko'mirlarni olamiz. Ko'paygan bitta. Temir ham bor ekan. Temirda ham qazib olsak. Ana endi tepaga chiqib olamiz va cho'chqachani o'ldiramiz-da, narigisini ham o'ldirgani ketamiz. Hop, bu yerda blacksmith bor ekan. Bunga kirib chiqamiz va har doimgidek loot qilamiz. Endi bu yerdan bitta qalqon yasaymiz, chunki menda hamma yerim armor bilan tiqilib toshib ketmagan, shuning uchun menga qalqon kerak bo'ladi. Ana endi qishloqni taxtasidan o'g'irlaymiz-da, o'zimizga qalqon yasaymiz. Chunki haligida qalqon yasaymiz deganimda.
daraxt yetmay qoldi. Ana endi qalqon yasaymiz. Verstagini olib narigisiga jo'naymiz. Bile olmos bor ekan. Uzr ketib qoldi. No bitta bosh kiyimim bor ekan. Zombilar ertalab yuribdimi? Yana endi pechkasini ham olib ketamiz. O'zimizga kerak bo'ladi. O'zimizda ikkita bor edi. Ana endi bularni ham olamiz. Bizda 6 ta pechka bo'ldi. Xullas videoning sifati sal pastroq 720 MB bo'lib qolibdi. Sizlardan uzr. YouTube'da oxirgi MP'da ko'rishlaringizni maslahat beramiz. Shuning uchun oxirgi darajaga ko'tarib olinglar. Sizlardan iltimos so'rayman. Shu aprel oyida mana may oyiga ham o'tdik. Endi may oxirigacha iltimos sizlardan 200 ta obunachiga erishamiz. Shuni tilab qolaman. Hali 100 taga ham erishganimiz yo'q, lekin 200 tagacha erishamiz deb o'ylayman. Hop, endi yuramiz endi mazza qilib. Shuni oltin olib ketamiz. Ana endi cho'chqachalarni o'ldiramiz. Hop, endi bu molni ham o'ldiramiz. Qishloqlar har doim ko'p ekan bu yulduzda. Men shu payt nimaga olganimni o'zim ham bilmayman-da. Vapshe tushunganim yo'q nima qilganimga. Minecraft oxirgi versiyasida chap qo'lda ham yaratdi. No yaratilmabdi. Bu oxirgi versiya emas ekan. Hazillashdim. Hop, ana endi prosta night vision yoqqanim yo'q. Iltimos qorong'i bo'lgani uchun negativ yozmanglar. Mana shu ekranda chiqqan so'z. Qaranglar, bitta mod qo'shdim, nomini hozir ko'rsataman. Mana shu nomi. Hozir Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Yuklab olaveringlar. Telegram kanali esa kommentariyada. Telegram kanal kommentariyada bo'lmaydi. Telegram kanalda silkasi kommentariyada. Xullas bu yerda qorong'i, o'ta ham qorong'i bo'lib ketgan. Shuning uchun sorry. Qaranglar, nima qilganimni o'zim ham tushunmayapman-da. Bu modga pashta tushunmadim. F5, F3 ni ishlatib ko'rdim, lekin F5 ni ishlatib ko'rmadim jigarlar. Hop, tepada Copper ko'rib qoldim. Hozir olaman shuni. No bizga Copper ham yaxshi. Chunki oxirgi versiyadamiz. Yo'q, oxirgi versiyada emas. Undan oldingi versiyada. Copperlar shuna ko'p bo'ladi, nima? Olmoslar shuna ko'p chiqmaykan, ha? Albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hop, endi mana shu yerga men o'ylashimcha bitta uy qurmoqchiman. Bu birinchi qismda joyni tekislaymiz. Ikkinchi qismda esa uyni quramiz. Agar ikkinchi qism sizlarga chiqishini xohlasangiz, kommentariyaga chiqsin deb yozib qoldirib ketinglar. Iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Chunki bu bizga motivatsiya. Shunaqa katta masshtabli videolar qilishga juda katta motivatsiya bo'ladi.
Men shu yerga joylashmoqchi edim, kichkinalik uchun joylasha olmadim. Hop, modni o'rganib chiqyapman. F3 bundan yaxshiroq ekan. F3 ham topib Telegram kanaliga tashlab qo'yaman, aytib qo'y. Modni o'rganib chiqyapman-da, jigarlar. O'shancha video cho'zilib ketyapti. U oltin sabzini qaranglar. Men oltin sabzi shunday gold quyutmasdan yasaladi deb o'ylardim-da. Kichkina oltin bo'laklardan yasasa ham bo'lar ekan. Bizda sabzi yo'q-da, bo'lsa yasasa bo'lardi. Topor yasaymiz. Daraxt chopish uchun yasaytirdim. Hop. Qishlog'im o'ta katta ekan lekin. Qaranglarda, ikkinchi qismi chiqsinmi yo'qmi? Agar ikkinchi qismi mana shu videoga hop mana o'zi like bosilmayapti, mana 20 ta like yig'ilsin, iltimos mana chiqadi. 100% chiqadi. Ikkinchi qismida katta qurganman, u videosi ham bor. Shuni ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar. Xullas, obuna bo'lib qo'yinglar. Qani, let's go. Suvga tushib ketdim. Hop, bunga chiqib olamiz. O yerda qor bor ekan, menimcha bittan pastga tushsa bo'ladi deb o'ylayotgandim, lekin skeleti bilan bitta spider bratish bor ekan. Undan boshqa hech bola yo'q ekan. Shular bilan jang qilganim ko'rasizlarda endi. O'zi o'ldirib qo'ydi-da. Nonchani yeb olamiz-da. Bu yerdan silta boramiz. Hop, endi chiqib ham oldik. Qaranglar, mod shunaqasi ham bo'lar ekan. Lekin mod menga yoqdi. F3 undan yaxshi edi. Hop, cho'chqachani o'ldiramiz. Ana cho'chqani animatsiyasi. Molni ham buzinikka tiqoramiz. Mol menga qarab ketishi. Mette daraxt cho'p olamiz birinchi bo'lib endi. Chunki bu orolchada daraxtlar o'ta ham kam ekan. Shunga bitta o'zi to'xtaylardan nechta daraxt chopdim. Bitta bu ikkinchi daraxt chopishim u. Qo'ygan daraxtlardan qishloqda uydan oldim men. Bundan bir olamiz, qonimizni chopatdi. Burchada daraxt ko'ryapman, o'shani ham olib kelamizda. Qani unda olg'a. Ko'ryapsizlarmi? Yashil chiqib turibdi. Shunga boramiz. Cho'chqacha bor ekan. Buni ham o'ldiramizda. Yig'latib qochib ketamiz. Mana bu hozir to'xtanglar-da, nechinchisi bu esimdan chiqib qolaveryapti-da. 3-chi. 3tagina chopdik xolos daraxtdan. Boshqa chiqmayapti. Nariroqda yana orol bor ekan, yerda savannaning daraxtlari bor ekan. Inventarim to'lib ketibdi-yu. Ketamiz, qorong'i tushyapti. Molni o'ldiramiz, narigisini o'ldirmaymiz. Narigi molni yomon mazza qilardi, lekin narigisi o'ldirmaganim.
Keyingi qismda Ender Dragonni ham o'ldirganmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Men yotog'imda oldilar zombilar tiqilib yotibdi-yu. Qayergadir borishim kerak. De skeleton ham paydo bo'libdi. Yana skeletonmi? Mencha bular kelishib olganmi? Bittasini o'ldirsam, bittasi tiriladi. Zombini ham o'ldirdik, endi uxlaymiz tezda. Endi ana creeperni o'ldiramiz. What? Bro. Skeletni ham o'ldiramiz. Ana endi molni ham o'ldiramiz. Yo'ldan chiqqan narsani o'ldiryapman. Aytganimdek, menda night vision modi yo'q. Shunga qorong'ida ko'rasizlar-da endi jigarlar. Boshqa nima qilarlar? Toshni nimaga qazyapman? Videomiz ham o'zi 20 minutlik bo'libdi-da. Hali 20 minutga yetib borgan yo'q. 16 minut bo'ldi endi. Chunki men videoni olib keyin ovozimni yozib olyapman-da. Muharritani otib olamiz. Keyin esa verstaga yasab, verstayim qayerdadir qolib ketibdi. Shunga sandiqqa hamma narsani o'tkazib qo'yamiz. Chunki inventarim to'lib ketgan-ku. Xullas, men uyda video olyapman, shuning uchun eshikda ovoz chiqyapti. Tag'in kimdir chaqirib kelib bo'lsa, allaqim negativ qilib yozib o'tirmanglar-a. Zo'r mod ekan. Bitta-bittadan deb ketirish. Minecraftda bitta buni bos, keyin bitta buni bos bo'lardi, modsiz. Ana endi tekslash time deganlar. Ana endi kutasizlar ovoz eshitmasdan. Nimaga kerak o'zi bu narsa menga? Tushunmadim. Hop, yana tekslashga qaytdik. Mana shovel drive Italy degan yozuv chiqdi. Bu degani sening lapatkan yaqinda sinadi dedi va sindi ham. Ana endi temirli lapatka yasab olamiz. Hozir ko'ramiz nechtaga yetishini. 250 tagacha yetar ekan. 250 blok sindirishga yetar ekan. Videoni tezlashtiryapman. Agar sekin bo'lsa, bilmayman, bir soatlar o'tib ketadi chanilar. Endi shu qazishni o'zi emas. Polni qilsak 1 soatdan o'tib ketadi-da. Mana bu shovel drive degan yozuv chiqdi. Ana endi bitta topgan olmosni ishlatamiz. Bu hozir ko'ramiz qanchaga yetishini. 1560 bitta blok sindirishga yetar ekan. Hozir ko'rdim, mana chekkasida ko'rinib turadi. Videoni ancha tezlashtirib yubordim. 2x mi shunaqa qilib tezlashtirib yubordim-da. Mana tekizlay turgan joyimga keyin bir ikkinchi qismi chiqishini olsanglar chiqaraman. Keyin mana shu yerga uy quramiz bitta katta. Shuning uchun katta qilib tekizlayapman-da. Xullas, video hozir tugaydi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xullas, hali tugamadi. Jicha qoldi tugashiga. Ko'rsataman tepadan. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin mana shu holga keldi. Qalqon bechib qo'y.
Mana mashg'ulga keldi. 1 hour later. Mashuncha soatdan keyin ko'rdilaringmi kamerada. Xullas video tugayapti. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlardan ikkinchi qismim chiqadi deb o'ylayman. Like bosib qo'ysalaring 20 ta likedan keyin chiqadi. Qani let's go.